Ko'pchilik Xitoy mahsulotlariga shubha bilan qaraydi, lekin sifat tasodifan paydo bo'lmaydi. Har bir qurilma bir necha bosqichli tekshiruvdan o'tadi. Xavfsizlik, samaradorlik va chidamlilik bo'yicha. Hozir siz ko'rayotgan joy biz hamkorlik qilayotgan Eco Climate zavodi. Bu yerda teplovoy nasoslar noldan yig'iladi. Har bir detal alohida nazorat qilinadi. Panasonic kompressor, invertor va barcha elektronika qismlari energiya tejamkorligi va barqaror ishlash uchun tanlangan. Har bir qurilma zavodda testdan o'tadi. Faqat tekshiruvdan o'tgan nasoslargina eksport qilinadi. Biz bu mahsulotlarni katalogdan tanlamadik. Biz uni shu yerda ko'rdik, tekshirdik va ishonch hosil qildik. Eco Climate O'zbekiston sharoiti uchun mos, elektr tejaydigan va uzoq yillar xizmat qiladigan teplovoy nasos. Eco Climate sifatni tanlaganlar uchun biz O'zbekiston bo'ylab ishonchli dilerlarni hamkorlikka chorlaymiz. Biz bilan hamkorlik qilish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Haroratda apparatda bu yerda laboratoriya qilinyapti. Даже 100 gradusga qo'yilgan. 76 gradusga chiqqan. Biroq holatda albatta ko'p yeydi, bu yerda ko'rish mumkin. 7,5 kW tok bilan 12-11 kW oshirib tokda energiyasi chiqarib beradi. Ya'ni COP-si 1,5 barobar, ya'ni 1 kW tokda 1,5 kW qilib beryapti. Endi bu shunaqa kuchlanib ishlagandek holatda. Agar bular aytayotgan hozir shuni 40-50 gradusga qo'yadigan bo'lsa, o'sha 4 kW tok bilan 20 kW energiya chiqarib beradi. Mana ko'rishlar mumkin, 100 gradusga qo'yib 76 gradus olyapti. Даже 80 gradusga chiqib to'xtatishadigan.